بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم عزيز مسلم الله من Hazreti Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin körsetmeleri namlıq yürüşlük davet derisini sözlep devam qilib kelgan. Bugünkü bu derisimizning temisi bo'lsa Hadiyun Nabi fiz zaka. Payg'ambar alayhissalatu vesselam'ning zakat haqidagi ko'rsatmalari degan bu temada bo'ladi. Aziz musulmonlar, hammamiz bilamizki zakat islom dinimizda eng muhim ibodatlardan birisi. Balkim zakat islom dinimizdagi 5 asosliq prinsiplining ikincisi buludu aziz birodarlar. Zakat Müslümanның eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah deb Allah subhanahu ve ta'alaga iman etqandan keyin özünün hayotdagi yo'lini islom yo'li qilib bekitganligini jakalagan ve Allah subhanahu ve ta'alaga qulchilik qilishdan iborat bu yo'lga kirgandan keyin musulmon ado qilmisi bo'lmaydigan, uni ado qilmasa musulmon sanalmaydigan islomdagi eng muhim asosliq amallarninki birisi. Bu amalning zakatning muhimligini biz Qur'oni Karim orqali ko'rib olamiz. Allah subhanahu va taolo Qur'oni Karimda 58 o'rinda zakat degan so'zni ishlatgan. Bu 58 o'rinda ishlatilgan zakat so'zining 38 o'rindagisi bo'lsa musulmonning moddiy va iqtisodiy tarafdagi Allah subhanahu va taoloning haqqi bo'lgan zakatni Allohning bandalariga berishdan iborat mana bu maqsadni ma'noni uqtirish bo'lsa, buningdan 20si insonning o'zining qalbini, o'zining ruhini shirkdan, bid'atdan, gunoh ma'siyatdan, har turli ma'naviy bo'lgan xatoliklardan tozalash ekanligida kelganligini biz ko'rib olamiz. Demek, mana bu Qur'oni Karimdagi 38 o'rinda Allah subhanahu va taolo tashabbus qilgan va o'tirg'i qo'ygan bu ibodat qanday ibodat desa, musulmon ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadar Rasulullah degan so'z bilan o'zining jini, mili, hayatı, aklı, hamma narsa bilan Allohga tava ekanligini, Allohga qul ekanligini, Allah subhanahu va taoloning o'zining mollarida, jonlarida ve ish harakatlarida hamma narsada Allah subhanahu va taoloning ko'rsatgan ko'rsatmasi bo'yicha yashaydiganligini
jakalığandın kin onu ameli ispatlaydigan ve o sözünün haklılığını bildirdigan karakterge ega bir ibadet aziz birodarlar. Müslüman Allah subhanahu ve taala Kur'an-ı Kerim'de davamlık iki amelni tilga oladi. Birincisi aqimus salata ve atuz zaka. Namozni o'qish bilan birga zakatni berish amalini ikkisini bir yerga jug'lab keltirdi. Namoz musulmonning o'zining amaliy harakati bilan beshinni kunida o'qigan namozlarining rak'atlari ve secdeleri, rukularının sani boyunca hesaplaganda 17 minutda bir qitim musulmon o'zining beshini zaminga, ya'ni to'proqqa urishga to'g'ri keladi ekan. 17 minutda bir qitim o'zining beshini yerga urib, men sening quling deganlikni isbotlaydigan amal bo'lsa, zakat men tapkan bu iktisat qo'limdagi mal dünya, ey Rabbim sen bergen mal dünya. Bunu sen berdin ve senin hayatta körsetmen bilen igi buldum. Yana men dünyadan ketkendikin bu mening igidarchiligimdan chiqib ketib, musha hayotda qolib qoladi. Men bu hayatta yashash jayronimda bu mal orqali sana qulchilik qilaman, sana bandichilik qilaman deganlikni amaliy isbotlash uchun Allah subhanahu va taala zakat ibadeti bilan musulmonni cheniqtirish, musulmonni yetiştirish ve musulmonni tarbiyalash asasen bu zakat ibadetini o'tirib qo'ygan. İkinci birisi Allah Teala bu zakat ibadetini o'tirib qo'yish bilan İslamning maqsadi baxtlik, bir-birini qo'llaydigan, bir-birini yuylaydigan, bir-biriga yordam qo'lini sunadigan, xuddi bir binoning hichlariga o'xshash mustahkam bo'lgan bir jamiyatni qurib chiqishdan iborat bu İslamning maqsadini mana bu zakat orqali Allah subhanahu va taala biz musulmonlarga bildirishni maqsad qilgan. Chunki jamiyatda Allah subhanahu va taala her bir shaxsni şu jamiyatda yana bir shaxsga bog'lab qo'ygan aziz birodarlar. Bu musulmonning jamiyatida bir shaxs yana bir shaxsdan mas'ul. Masalan, Allah onunğa mal bergen, iqtisod bergen, ticari sahada, ticaret sahasida onunğa qobiliyat bergen odamlarni Allah subhanahu va taala şu jamiyatdagi yetim yesir, kambag'al, ojiz, yo'qsul ve o jamiyatda iqtisodga munosabatlik, xayrlik ishlarni qilishdan iborat mas'uliyatni şu iqtisod egalariga chegish va uning ustiga otish orqali Allah subhanahu va taala ularni ojizlarni yuylaydigan bir ruh bilan tarbiyalab yetishtirgan. Va shuni tarbiyalashni Alloh taolo maqsad qilgan. Ojizlarni bo'lsa-chu, ojizlarni şu iqtisodga ega bo'lgan kishilarning iqtisodiga ko'z qizartish orqali ularga hasad qiladigan, dushmanlik qiladigan yoki ularga o'chmanlik qiladigan bo'lib qilishdan saqlash bilan
Yani o iqtisod egalari iqtisodga ega bo'lsa, ular bizni yulaydi, bizni qarvalıdı, bizning ahvolimizga ko'ngil bo'ladi. Mana mushundaq kishilar deb ularga kuyinish, ularga ko'ngil bo'lish, haqqida duo qilish, ularni qo'llash, yordam berishdan iborat. Bu tarafni anınğa bağlab, anı manınğa bağlab bir cemiyetni mustahkam cemiyet qilib chiqishni Allah subhanahu va taala bu yerda o'tirib qo'ygan. Shuning uchun islom jamiyatida hamma shaxs bir-biriga bog'langan aziz birodarlar. Olimlar, johillarni, bilimsizlarni to'g'ri yo'lga yetaklashga, izib ketganlarni haq yo'lga yetaklashga mas'ul bo'lsa, bilimsiz kishilar, ahli ilm ve bilimli kişilerin yoluga ergişişke, ularning da'vatlarini qabul qilishga, qo'lidan kelishicha ularni qo'llashga buyurish orqali Alloh taolo bu jamiyatni bir-biriga bog'lab, bir-biriga chetib, mustahkam bir jamiyat qilishni Alloh subhanahu va taolo bizga bu orqali o'rgatgan. Shuning uchun Allah subhanahu va taolo mana bu zakatdan iborat ibadetni İslam'ның ikinci prinsipi kılgan. Bir Müslüman, bu mal mening melim. Ben bunu özümün kabiliyetiga tayinib, ya ki özümün akli kuvvetiga tayinib, ya özümün ki baxtimning talaylikimga tayinib, iyi bo'lgan mal bu demasdan, bu mal aldı bilen Allah bergen mal. Rabbimning meni bu mal orqali imtihan qilishi uchun, meni imtihan qilishini bergen degan bilan olim o'zining ilmini, o'zining zirakligi, chechanligi va ushshoqligi bilan emas, Rabbimning bana bu orqali mush jamiyatda bir mas'uliyatni atmoqchi degan nuqta bilan Allah subhanahu va taolo har bir kishini bir mas'uliyat egasi qilib uğurlaştırgan birodar. Mana bu ma'noda Alloh taolo bu zakatni bayon qilgan, farz qilgan. Shuning uchun Payg'ambar alayhissalatu vassalam bu zakat haqida eng mukammal, kamil bo'lgan bir yo'l yo'riqni bergan, ko'rsatma bergan. Zakatni qandoq kishilar beradi, qandoq turdagi kishilar zakatni oladi, o zakatni beradigan o'rin qaysi o'rinlardan iborat, o zakatning o'lchimi qanchalik vaqtda beradi, yilda birmi, oyda birmi, ömürde birmi degandek buningki berish muddati hammani Rasul Akram sallallohu alayhi va sallam tafsili bayon qilgan. Ve İslam'ның asasi prinsipi adalet ve adaletni o'ttirg'i chiqarish bu İslam'ның asasi maqsadlaridan biri bo'lganligi uchun buning da ba'g'ichi taraf bo'lgan iqtisod egalarining tabiiti, insoniy xarakteri kötürenmeydiğin derecede, onun zulüm bulduğun derecede iğrimi emas. Şundakla aciz, kembegil, ihtiyaclık bulup kalan kişilerin hak hukukları zaya bulup gitediğin, ola cemiyette taşlandık haletede kapkalıdığın derecede, onun zulüm bulup kaldığın derecede mi emas? Her iki tarafga uygun bo'lgan şekilde adalet asasida İslam mana buni o'ttirg'i qo'ygan va buningga yo'l ko'rsatgan. Demak, bu muhim ibodatning hamma sohalarini Payg'ambar alayhissalatu vassalam ko'rsatib qo'ygan aziz birodarlar. Shuning uchun biz bugungi bu darsimizda bu sohaning hamma tarafini bayon qilishimiz o mumkin emas. Çünkü bu sahada yazılgan kitaplar, hatta bazı ulamalarning ömrü muşunu bayon qilish bilan
bir bütün ötüp ketken nurgun tom hacimlik kitaplar bu haqda mı yazılgan. Bugün bunun içindeki en muhimleri bo'lgan taraflarını biz sözlep o'tamiz. Zakat vacib bo'ladigan turlar. Mana Allah subhanahu va taala zakat vacib bo'ladigan turlarni, ya'ni nimalarda, qaysi xil turlardaki mallida zakat vacib bo'ladi deganni ham biz insonlarning aqliga tashlab qo'ymasdan Allah subhanahu va taala payg'ambar alayhissalatu vassalam orqali buni bayon qilgan. Buni 4 turga bo'lgan. Birinchi, çünkü kişilerin oturusda insanların turmuşu, dünya hayatı umumeten bu şu 4 türlük mallı bilen olanın hayatı mevcut bulup tuğan. Mana bunun birisi behimetul en'am dep atılıdığan çarva taraflarında. Bugün cemiyetler qaraydigan bolsak, hatta bazı devletlerinin mu, cemiyetlerinin mu asaslık kirim menbesi ya o dixançılıkla tayin edilen devlet, cemiyet, ya o çarvıçılıkla tayin edilen devlet, ya o ticaret, sanaatki tayin edilen devlet, ya ki o muşu bağvençilikki tayin edilen devlet, cemiyet. Mana bu şunundan ibaret. Umumeten cemiyetinin hayatı muşu 4 türünün içine çıklanmaydı. Şunun için bu dixan çarvıçılıkla münasebetlik sahada tüge, kala, koy, mana bunun nisabını inik biktip bergen İslam. Bu çarvıçılık taraftarı sahasideki kısımlara vakaleten bağvançılık, dixançılıklarda meyve çiviler uzun mezgil saklığılı bulunduğun, tiz sesip ketmeydiğin, buzulup ketmeydiğin meyve çiviler devletinin, cemiyetinin asası boğan altın, gümüş. Hazır bugünkü dünyada asasen ticaret nemi bilen aylanıdı dese şu altın, gümüş ki qarab aylanıdı. Pulunun kurusu altın, gümüş bilen ölçülüdür. Ticaret malları, bunun türü xil. Meyli o bina bulsun, mesela meyli o dokallarda selingan meblağ bulsun, ticaret meyli xil buluşu bilen mana bu sahada, bu 4 türlük sahani İslam zakat belirlediğin tür ve tür katarda sanıdı. Muşu türdün belirledi o dedi. Bu hakta hem tefsili biz kirip ketmeyimiz. Çünkü bununla tefsili kirip ketsek bu sözümüz yani uzrak gidiyor. Demek Peygamber aleyhissalatu vesselam özünün körsetmesi de bu sahanı zakat bergüçü kişilerinin aklını koyup koymazsın. Xuddi bazılar buğdaydın bəsi qonaqdın bəməydiğən, ya buğday qonaqdın bəsə başqa kirim mənbələri boğan meyve çivilə, kök tatla veya ki çarvı malla qoğuşuğan bu sahədin bəməydiğən əməz, həmmi sahəni İslam biridiğən sahə və biridiğən türlərini təpsili bayan qoğanız burada. Biridiğen bu türlerini bayan kılıştın sırt, İslam bu sahada hem biz insanlığının aklıga taşlap koymazdı, bunun ölçümünü hem biktip koydu. Vakt ölçümü 1 yıl. Vakt ölçümü 1 yıl. Onun biridiğen zakatının nisabını hem özü biktip koydu. Kanda bikti, insan şu zakat berediğen malını köpeytiş ve o malda paydı eliş terepege
qarab turib tijorat qilguvchi yoki chorvachilik qilguvchi yoki dehqonchilik qilguvchi kishilarning shuni ko'paytirishda bir vosita jafoliq, mushaqqatlik tepishi bilan oson kirim qiladigan, oson iqtisodiy manbaga erishadigan mana bu sohani ham islom farqlantirdi, birodarlar. O'xshashtirmadi. Masalan, buningda bir inson agar ko'milgan bir kan boyligi bo'lib qolsa, ya'ni uni chiqarishda, buning erishishda unda ko'lash orqali yoki jafo tortish orqali erishmasdan u Alloh subhanahu va taoloning ne'mat qilishi bilan erishiladigan mol bo'lib qolsa, buningda 5dan 1ni berishni bu islomning o'lchami qildi. Xuddi 100 yil burun, 200 yil burun yoki bundan burungi millatlar, xalqlar ko'mib qo'ygan oltin, kumushga o'xshagan bir tayyor boylik bo'lib qolsa, buningdan 5dan 1ni berish. Agar bu jafo mushaqqat bilan tepiladigan, qiyinchilik bilan tepiladigan bo'lib qolsa, masalan, dehqonchilik qilish bilan erishadigan bug'doy, qo'noqqa o'xshagan bunda turlar bor. Bu sohada 10dan 1ni berish. 10dan 1ni. Agar tijorat mollariga o'xshagan davomli shu attigini berib kechta kelish orqali yo ma shahardan a shaharga berish, ma yurtdan a yurtga berish orqali safar qilish, nurg'un badallarni to'lash, nurg'un tavakkulchiliklarni qilishdan iborat bunda mushaqqatlarni jafo tortish badaliga kirim qiladigan bu xil turdagi mollarga %2,5% berishni islom bekitib qo'ydi, birodarlar. Mana demakki, islom shu qadar adolatlik din idiki, bu dinda insonni o'zining molga bo'lgan muhabbati, dunyoda o'zi erishgan molga bo'lgan nimasining harismanligining yo'qurligi bilan inson o'zining qadrini, qimmatini, hurmatini yo'qotmasin, ojiz, yetim, yesir, kambag'allarning zoya bo'lib ketmasin deb islom onunğa şu aciz, yetim, yesirlarga yaxshilik qiladigan insonlik yo'lini, go'zal axloq yo'lini islom o'ttirib qo'ydi. Ammo uningga inson tabiati nima qilinmaydigan, qabul qilinmaydigan darajada u ig'ir mas'uliyat bilan otmiz, birodarlar. Bugun ba'zi davlatlarga qaraydigan bo'lsak, agar u davlatlarning kirim manbasi ko'p, boyligi yuqori bo'lsa, ular o'zining bojlarini kamaytgan. Bojni xalqdan oladigan bojning darajasini tushirgan. Agar u davlat ehtiyojli bo'lib qolsa, u kirim manbasini oshirgan, ya'ni bojni ko'paytgan, ig'ir siliq qo'ygan xalqqa. Natijada nurg'un davlatlardagi fuqarolar o'zining ustiga qo'yilgan shu boj, siliqlarning ig'irligidan yoki o davlatga qarshi chiqqan, jamiyatga qarshi chiqqan, qalayma qanchalik bo'layotganligini biz ko'ramiz. Ammo islom Alloh subhanahu va taolaning urunlashtirishi bilan 1400 yil burun na baguchiga egir qiladigan, na og'uchi uni elishdan xijil bo'ladigan holda emas, muvofiq shaklda Alloh taolo buni bekitibdi. Urunlashtiryapti buni. Mana Alloh subhanahu va taolo bu orqali hamma sohaga adolat prinsipi bilan qaradi, birodarlar. Zakatning nisobini bekitishdimi? Mana Alloh subhanahu va taolo
şu zakatga beradigan malni inson ega bo'lishda tortgan jafolari, qiyinchiliklarini alohida e'tiborga elib turib, uning persentini ozjiq qildi. Uning persentiga shunga qarab turib muomala qildi. O'xshash qilib etmadi. Agar bir kishi, bir dehqon masalan o'zining yerini suvni boshqa bir suv tushuydigan mashinalar bilan tushib akilib, sug'urib dehqonchilik qilgan bo'lsa, uningdan oladigan zakat bilan, u beradigan zakat bilan u tayya o'zligidan eqib keladigan suv bilan sug'agan bo'lsa yoki yomg'ir bilan sug'urilgan bo'lsa, mana bu uchning beradigan zakat miqdorini islom barobar demidi. Buni farqlandirdi buni. Demek Allah subhanahu va taala bu sohada ham o'zining bandalarga Rahman Rahim sifati bilan muomala qildi aziz birodarlar. Bu zakat yuqorida deganimizga o'xshagan muhim ibadetlerinin biri, insonning o'zini Allah subhanahu va taola'nın haqiqiy bandisi, bir musulmon shaxs ekanligini isbotlaydigan bir ibodat bo'lganligi uchun buning hamma sohalarida zakat beradigan kishi ve onu oladigan kishi ve onu qandaq o'rinlarga berishga tegishlik ekanligini ham uni bag'uchilarning o'ziga topshirib qo'ymadi. Chunki inson o'zining tabiati bilan kimni tanlaydi desa, o'ziga yaqin turgan, uningdan manfaat chiqadigan yoki uni hech bo'lmagan chaqda qo'llaydigan, quvvatlaydigan mana bu shunday kishilarga beradi birodarlar. Boshqalarga berishga xohlamaydi u. Bir manfaatni o'ylamasa u bermaydi. Ammo islom insonni ne shahvat, ne manfaat, ne urug' tuqqanchilik munosabat, ne u menga yaqin va yoki yiroq degandan iborat bu bağlantıdan hammadan ajrab chiqib faqat va faqat Allah ko'rsatgan yo'l bilan Allohga qulchiligimni isbotlayman deganligini bildirish uchun hatto beradigan o'rinlarni Allah subhanahu va taolo zakat beruvchilarning qo'liga topshirib qo'ymasdan uni ham o'zi bekitib berdi. Şuna Allah Teala Sure Tevbe'nin 60. ayetinde innemes sadakatu lil fuqara'i vel mesakin vel amilin aleyha vel muallafati kulubuhum ve fir riqab vel garimina ve fi sabilillah ve ibnis sabil farideten minallah vallahu alimul hakim deb bayon qildi. Mana buningda faqat zakatning faqirligiga, miskinligiga, şu zakatni kishilarni yig'imiz, jug'laymiz deb ishlagan, ya onu saqlaymiz deb ishlagan, ya o zakatni ko'paytirish uchun ko'paytimiz deb ishlagan, yoki uni tegishlik bo'lgan kishilarga yetkazib beramiz deb ishlagan. Ya'ni shuni yig'ish, yetkazish, saqlash veya onu ko'paytirish maqsadida shuning munosabatli ishlar bilan shug'ullangan kishilarga muallafati qulubuhum qalbi islomga moyil, ammo dinni qabul qilsam
kambag'allikda qolib qolamanmi yoki manfaatimdan ketish to'g'ri keladi ekan, huquqimdan ketish to'g'ri keladi ekan yoki jamiyatdagi o'rnimdan ketish to'g'ri keladi ekan, yo ma'lum islom cheklagan bir kasbni qilayotgan bo'lsa, ma islom diniga kirsam bu kasbni qilolmaydi ekanman deb shu kasbini tanlab ya islom diniga iymoni ojiz bo'lgandan keyin kirmay qolgan, bunda qalbi moyil ammo kirmay qolgan muallafati qulubuhum lig'a va firriqob qul azod qilish, qarzda bo'lib qolgan Allohning yo'lida va yo'lovchilarga, yo'lda ketayotgan yo'lovchilarga bu zakat sadaqa beriladi. Mushularga xos farizatan minalloh. Buni Alloh taolo belgiladi. Bu Allohning belgilamasi degandan keyin Alloh vallohu alimul hakim degan so'zi bilan biz mu'min musulmonlarga yana bir Allah subhanahu va taoloning buni ulug'lashtirishiga ishonish va uni chuqur shartsiz qabul qilish kerakligimizni Alloh bu yerda bizga bildirdi, birodarlar. Oyatning oxirisida Allohu alimun hakim degani Allah bu 8 turiga bersan deb bekitgan Allah sendin bilimlik o. İlim onunda. O ilimning sahibi o. Sen mutlak onunla boysunup o kösetken yol boyunca işini kılışın lazım senin. Senin İslam'ın, sendeki İslam, sendeki iman, sendeki Allah'a boğan itikad bunu talep kılıdı. Ama Allah bunu özünün ilmi bilen uğurlaştırgan. Hakim, hikmetlik, gerçi o senin aklınga, gerçi o senin menfaatinga, gerçi o senin karışınga uygun kâmisi mi? Bunun da bir hikmet var dep, bunun hikmetini Allah'a tapşırıp boysunuşun gerek dep Allah subhanahu wa ta'ala mana bu 8 türlük sahani bayan kılış bilen bizge Allah'ın ilim ve hikmetiga qoyil bo'lishimizni talab qildi burada. Demek ki mana İslam bu beradigan sohalarni ham belgilab qo'ydi. Bunun da ixtiyorlik yo'q. Ben özüm taptım bunu. Yani özüm xalığa yerge birimen, özüm xalığın urunu işletemen. Ya menin bir kallamdın ötemdi ötmemdi deydiğin iş yok bunun da. Çünkü sen onu Allah rızası için Allah'tan savab ümit kılıp berdin. Unda boğandı çoğum sen onu Allah gösterken yolgu bir işin gerek buna. Mana bu 8 türünü yığıncaqlap akab qargan çağımızda aziz Müslümanlar bu ikkiga bölünüdü. Birinci ihtiyaç egeleri. Sen onun yardım qilmasan bo'lmaydigan senin bekişinga, yardım qilishingga ehtiyojli bo'lib qolgan sohalar. Bununla teve bir kısmısı şu. İkinci kısmısı sen yardım kılmasan özünün halidin özü haber alalaydıgan, özünün turmuşunu özü kitalaydıgan bir saha. Ama onunla Müslümanlığa ihtiyaçlık bir saha. Müslümanlığa ihtiyaçlık. O özünün şahsi işini kılmen dep mansa Müslümanların umuminin menfaati kalıdığan bir saha. Mana bu vakitte bunu onun şahsi turmuşuna karışsak özünün aklı var, teni sağ salamet, özünün turmuşunu özü kitali gidek, ticaret kılamdı, kesip kılamdı, yüne kılamdı, nemi kılsa kılıp kitali gidek. Ama o iş bilen kılman dese Müslümanlar onundan menfaatlenmeye kalır. Mesela bir davetçi. Ama onun davetiga umumi Müslümanlar ihtiyaçlı. Bir doktor mesela umumi Müslümanlar o doktorunun davalışıga ihtiyaçlı. Ama o
özünün şahsi işi sebeplik onu taşlasa, Müslümanlar bu yerde başka doktora ihtiyaçlık bulunduğun, ya başka okutkuçuya ihtiyaç bulunduğun, ya başka bir kesip ilgisiga ihtiyaç bulunduğun, o sebeplik Müslümanlar bu yerde ziyan tadıdığın kişi bulup kalsa, mana bunun gibi hem İslam zakatını biriş arkalık umumi Müslümanların menfaatini saklap kalgılı bulunduğun sahani bir yerde oturup kapayacağız buralarla. Demek bu fi sebilillah sahası Allah yolunda fi sebilillah Allah yolunda bu mana özünün menfaatini kurban kılıp durup ümmetinin menfaatini, Müslümanların menfaatini, Allah'ın dinini üstün kılış yolundaki her türlü hizmetle ihtiyacı bilen özünün ahvalini özü hamdiyanmıgan. Bu sahaya sen iyi bol deydi İslam. Bunu sen iyi bol deydi. Aziz buraderler. İslam her bir işte adalet bilen oturup koydu. Hiç bir kişinin hakkını zaya kılıvatmaydı bu İslam. Demek bu sahani hem bayan kılgandın kin yine İslam zakatını kaysi urundun ağam bolsan şu urunda onun tigişlik kişiler bu kalsa sen o urunu işler deydi. Onu yötkep bilek yagi bäme. Mesela Mao Yezid'in bir zakat yığdın. Sen bu Yezid'e aç kişiler ba, namrat kişiler ba, kembagil kişiler ba, onunğa ihtiyaclı kişiler ba. Bolsa bunundan yötkep yeni bir sahaga apırış bu doğru emas. Allah subhanahu ve taala خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ degan ayeti bilen bayan kılsa Peygamber aleyhisselam yu'khazu min agniyaihim feturaddu ila fuqaraihim. Şu yurtning baylarından elinip o yurtning kambag'al kişilerге beriladi deb bayan qildi. Mana bu Peygamber aleyhissalatu vesselamning ko'rsatmalaridir. Yani Peygamber aleyhissalatu vesselam eğer birerisi kelip ya Resulallah bana şu zakat melidin bersen men bununla ihtiyaçlık idim deb Resulullah'dan talep kılsa Peygamber aleyhissalatu vesselam onunla deb koygandan kin biretti. Yani bu bayının nasibisi emas. Bu işleyeleydiğen teniz sağ özünün turmuşunu özü kılıp keteleydiğen adamның nasibisi emas. Eğer siz bununla haklık boğmagan kişinin katarını bulap kalsanız bu sizge halal emas degenini Resulullah dep koyup biretti. Sahih hadiste Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet kılıp la hazze fi zeka li ganiyin ve la lizi murratin kavi degen Peygamber Aleyhisselam. Bu zakatta bayının nasibisi yok. Teni sağlam küçü ba kişinin mu nasibisi yok. Yani bu kimnin hakkı? Kambag'allarning hakkı, ihtiyaçlıklarning hakkı. Demek ki İslam bu arkalı bizge insanın yana tabii karakteriga hem hürmet kılgan asasda yol gösterdi buralarlar. Her kandak insan özünün yekilleri, etrafdaki kişilerge köngül bilishga amroq. O insanın tabii de bu. Şunun için aldı bilen özüngning etrafida, yaqinlarida, yurt mahallangda ihtiyaçlık buladigan, şu ihtiyaçlık o'rinni koyup sirtqa bersang bo'lmaydi dedi. Fakat zarurat bo'lib qolsa, başkalarının ihtiyacı bu senin etrafınınkinden yukarı bo'lib qolsa, o vaqtda başka. Bo'lmasa bo'lmaydi. Yana teni sağlam öz turmuşunu özü qila oladigan kishilarga İslam bunu chekladi. Çünkü İslam başkalarga tayinish,
başqalarning qo'lidagiga qarab yashashni xorliq degan. Al yadul ulya xayrun min al yadis sufla. Payg'ambar alayhisolatu vasallam ma bergan qo'l olgan qo'ldan ustun, yaxshi dish orqali biz musulmonlarni ustunlikka, beshimizning tik bo'lishiga tashabbus qilgan. Yani İslam Peygamber aleyhissalatu vesselam'nın bu zakat hakkındaki körsetmeleri şu ki zakatını Peygamber aleyhissalatu vesselam'a bergen kişilerge beriktik dua kılattı. Resulullah Allahümme barik fihi ve fi iblihi disajı ismini atab bazı da qo'y akasi qo'y, tuga akasi tuga, qandamal akasi, ey Allah shu melini barakat bergin, uni ko'paytib bergin deb uni haqida duo qiladi. Mana bu islomdagi go'zal axloq. Bersan Allohninkini berding. Sen o'zingning ustidikini berding demasdan yana uning ko'nglini xo'sh qiladi aziz birodarlar. Va zakat yig'adigan kishilarga zakatni yig'ishda eng isillarini, eng yaramlarini yig'ishdan to'sgan, shundaqla bergichilarni ham eng nacharlarini, o'zining nazrida e'tiborsiz deganlarni bilishdan to'sgan aziz birodarlar. Chunki uni sen yana bir qarindishing uchun berasan. Özünün urug' tuqqanlaring uchun bersa, ya xalqing uchun bersa, ya musulmon birodarlaring uchun bersa, o'zingga yoqtirmaganni qandoq boshqalarga yoqtirsa. Şoň islom bergichiga zulm qilmaslik uchun eng yaxshisini elishdan, og'uchiga haqorat, numus bo'lib qolmaslikdan saqlash uchun, numus bilishdan saqlash uchun onunga olmay desa, ihtiyacı alay desa, o bir nachar holatdagi mal bunda bo'lib qilishdan islom to'sqan. Ya'ni o'ttir hal bo'lishga bizning dinimiz tashabbus qilgan. Yani Payg'ambar alayhisolatu vasallamning ko'rsatmalari bu edi. İslam bununla buyurgan, bunu talep kılgan. Her bir işte o'ttir hal buluştuğunu talep kılgan. Çünkü bu insanın tabiatı. İslam insanını şu tabiat bilen terbiyelemekteydi. Şu tabiat bilen yitilemekteydi. Şu tabiat bilen insanını Allah subhanahu ve Taala'ya bağlamakteydi buradan. Demek mana bu sahada biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin ko'rsatmalariga amal qilishimiz, Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'nin o'rganishimiz birishti bo'lsin, elishti bo'lsin. Her bir sahada cho'qim islomning o'lchimini asos qilishimiz muhim aziz birodarlar. Allah subhanahu va taolo hammamizni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin iş izlerinden ügenigeleri nasip olsun. Allah hammamizga Peygamber aleyhissalatu vesselam'ның yollarida davamlıq, müstehkem mangal nasip olsun.